Assalomu alaykum akalar. Mana bu qator nima qilib qo'yay deb nima deyapman. Video boshida, keyin oxirida bitta video chiqaramiz. Aynaklari chiqarilib, taylariga dog' qilamiz. Xudo xolasa mashina chiroyli bo'ladi. Qo'ldan kelgancha qilinadi. Mana yerlari, taylari mana to'kilib yotibdi, chirib ketibdi. Yerlari qilinadi. Bizgaviylari mahir mana sinib qopti. Yerlari qilinadi. Orqalari mana quyoshda kuyib ketgan yillar davomida endi. Kapot qilinadi. Mana rulolari. Mana ichlari bor. Aylar ham chirib ketgan. Mayollar sepiladi. Ayellariga sepiladi. Ayellari. Bu tonnalari. Taylari. Yerlari. Narsalarni chiqaramiz. Mana uni ham chiqarib qo'yamiz. Bokovoylari almashadi, nari tarafi ichlari sepiladi. Mana ko'chib ketgan. Mana sinib qopti. Voy o. Maylari ham qilinadi. Yomon bo'lib ketibdi. İçlari ham polnisi uni yo'q ketgan.